Assalomu alaykum aziz do'stlar, kanalimizning qadrli tomoshabinlari. Sizda pensiya to'lovlaringiz haqida savollar paydo bo'ldimi? Yaqinda kiritilgan o'zgarishlar sizning hamyoningizga qanday ta'sir qilishini bilishni istaysizmi? Bugun biz juda ham muhim, ayniqsa pensionerlarimiz uchun hayotiy ahamiyatga ega bo'lgan mavzuni muhokama qilamiz. Men hozirroq aytaman. Bu ma'lumot har biringizga tegishli va agar siz pensiya oluvchi bo'lsangiz yoki oilangizda pensiya oladigan yaqinlaringiz bo'lsa, bu videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qilishingiz shart. Har bir daqiqa siz uchun qimmatli bo'lishi mumkin. Shuning uchun darhol kanalimizga obuna bo'lishni va ushbu videoga like bosishni unutmang. Chunki bu ma'lumotlarni ko'proq odamlar ko'rishi juda muhimdir. Bugundan boshlab pensionerlar uchun nimalar o'zgardi? To'liq ro'yxat. Keling, avvalo muammoning ildiziga boraylik. Oldinlari pensiya tizimida shaffoflik va aniqlik borasida ba'zi kamchiliklar mavjud edi. Ba'zi to'lovlar avtomatik tarzda qayta hisoblanmasdi. Ba'zi imtiyozlar haqida pensionerlar yetarlicha xabardor emas edi. Natijada ko'plab keksa yoshdagi fuqarolarimiz o'zlariga tegishli bo'lgan barcha mablag'larni to'liq ola olmasligi mumkin edi. Aytaylik, bir pensiya oluvchi o'zining mehnat staji yoki oilaviy sharoiti o'zgarganini pensiya jamg'armasiga o'z vaqtida xabar bermasa, uning pensiyasi eskicha hisoblanib qolaverardi. Bu esa adolatsizlikka olib kelardi. Masalan, nogironlik guruhi o'zgargan fuqaro bu haqda rasmiy xabar bermaguncha avvalgi miqdorda pensiya olardi. Garchi unga ko'proq to'lanishi kerak bo'lsa ham, endi esa vaziyat tubdan o'zgardi. Davlatimiz pensiya ta'minoti tizimini yanada adolatli, shaffof va samarali qilish maqsadida bir qator muhim o'zgarishlarni amalga oshirdi. Bu o'zgarishlarning asosiy maqsadi har bir pensioner o'ziga tegishli bo'lgan har bir so'mni to'liq va o'z vaqtida olishini ta'minlash. Shuningdek, hujjatbozlikni kamaytirish va axborot texnologiyalarini keng joriy etish orqali jarayonlarni soddalashtirish ham asosiy ustuvor vazifa qilib belgilandi. Bu degani, endi pensiya jamg'armasi sizning ma'lumotlaringizni turli davlat organlari bilan avtomatik ravishda almashadi va bu o'zgarishlar asosida sizning pensiyangiz qayta hisoblab chiqilishi mumkin. Bu esa vaqtni tejaydi va noto'g'ri hisob-kitoblar ehtimolini kamaytiradi. Asosiy o'zgarishlarni to'liq ko'rib chiqamiz keling, eng muhim o'zgarishlarni batafsil tahlil qilaylik. Kimlar tashvishlanishi kerak va kimlar xotirjam bo'lishi mumkin? Birinchidan, pensiyani hisoblashda ish haqi va mehnat staji bo'yicha yangi yondashuvlar joriy etildi. Endi sizning mehnat faoliyatingizga oid ma'lumotlar avtomatlashtirilgan tizimlar orqali yanada aniqroq tahlil qilinadi. Ilgari pensionerning mehnat staji qog'oz shaklidagi mehnat daftarida qayd etilardi va bu ma'lumotlarni qo'lda qayta ishlashda xatolar yuzaga kelishi mumkin edi. Yangi tizimda esa elektron mehnat daftarlari IMDS va yagona elektron ma'lumotlar bazasi orqali har bir fuqaroning ishlagan davri va olgan ish haqi haqidagi ma'lumotlar yanada shaffof tarzda saqlanadi. Masalan, birinchi, tasavvur qiling. Oltin Kuz mahallasida yashovchi 70 yoshli Omon ota bor. U 40 yildan ortiq mehnat stajiga ega, lekin uning pensiyasi uncha yuqori emas edi. Chunki bir paytlar u bir korxonada norasmiy tarzda ishlagan va bu davr uning mehnat daftariga kiritilmagan. Avvalgi tizimda Omon ota bu stajni isbotlash uchun sutma-sut yurishga majbur bo'lardi. Ammo endi yangi tizimda agar uning ishlagan joyidan pensiya jamg'armasiga ma'lumotlar elektron shaklda taqdim etilgan bo'lsa yoki korxonaning hisob varaqlari orqali unga ish haqi to'langanligi aks etsa, bu staj avtomatik ravishda inobatga olinishi mumkin. Aytaylik, uning ish staji 3 yilga oshirildi va bu uning pensiyasiga har oy 7000 so'm qo'shilishiga olib keldi. Omon ota bundan bexabar bo'lishi mumkin, shuning uchun o'z pensiyasini tekshirishi kerak. Agar u ilgari 1.500.000 so'm pensiya olgan bo'lsa, endi bu miqdor 1.000.000 so'mga yetishi mumkin. Ikkinchidan, ijtimoiy pensiyalar va nafaqalarni hisoblashdagi o'zgarishlar. Bu asosan boquvchisini yo'qotgan oilalar, nogironligi bor fuqarolar va yoshga doir ijtimoiy nafaqalar oluvchilarga tegishli. Ilgari bu to'lovlar ham qator byurokratik jarayonlar orqali tasdiqlanardi. Endi esa, masalan, yagona ijtimoiy reyestr tizimi orqali fuqarolarning ehtiyojmandlik darajasi avtomatik ravishda aniqlanadi. Bu degani, agar oilaning daromadi belgilangan miqdordan pastga tushsa yoki oilada yangi nogironligi bor shaxs paydo bo'lsa, bu ma'lumotlar avtomatik ravishda tizimga kiradi va tegishli pensiya yoki nafaqa miqdori qayta ko'rib chiqiladi. Masalan, ikkinchi 15 yoshli Mavluda opa yolg'iz yashaydi. Uning farzandlari chet elda ishlaydi
va ulardan moddiy yordam muntazam kelmaydi. Mavluda opa ijtimoiy himoya yagona reyestr tizimida qayd etilgan. Avvallari u oilaviy sharoiti yomonlashganini tasdiqlash uchun ko'plab hujjatlar to'plab mahalla qo'mitasidan spravka olish kerak edi. Endi esa agar uning elektr yoki gaz to'lovlari bo'yicha ma'lumotlar yoki bank hisob varagidagi pul o'tkazmalari uning daromadi o'zgarganini ko'rsatsa, tizim avtomatik ravishda uning ehtiyojmandlik darajasini qayta baholashi mumkin. Natijada u ilgari olgan pensiyasiga qo'shimcha ravishda, masalan, 200 ming so'm miqdorida ijtimoiy nafaqa olish huquqiga ega bo'lishi mumkin. Agar u ilgari faqat 1 million so'm pensiya olgan bo'lsa, endi bu miqdor 1 million 200 ming so'mga yetishi mumkin. Bu o'zgarishlarni u o'zi tekshirishi shart. Uchinchidan, ishlaydigan pensionerlar uchun ham muhim yangiliklar bor. Ilgari ishlaydigan pensionerlarga nisbatan pensiya hisoblashda ba'zi cheklovlar mavjud edi. Endi esa bu cheklovlar yumshatilib, ishlaydigan pensionerlarning huquqlari yanada kengaytirildi. Agar pensioner ish faoliyatini davom ettirsa, uning pensiya miqdori ham uning yangi ish haqi va to'langan ijtimoiy soliqlariga mutanosib ravishda qayta hisoblanishi mumkin. Bu nafaqat ularning moddiy ahvolini yaxshilaydi, balki ularni iqtisodiy faoliyatni davom ettirishga ham rag'batlantiradi. Masalan, 62 yoshli Dilshoqa nafaqada bo'lishiga qaramay, mahalladagi bir kichik korxonada nazoratchi bo'lib ishlaydi va har oy 1 million 500 ming so'm ish haqi oladi. Uning pensiyasi 1 million 300 ming so'm edi. Avvalgi qonunchilikda uning ish haqi pensiya miqdoriga to'liq ta'sir qilmasligi mumkin edi yoki ma'lum bir chegaralarga bog'liq edi. Yangi tizimga ko'ra Dilshod akadan to'lanayotgan ijtimoiy soliqlar hisobga olinib, uning pensiyasi har yili 20 apreldan boshlab qayta hisoblab chiqilishi kerak edi. Agar bu jarayon avtomatik tarzda amalga oshirilgan bo'lsa, uning pensiyasi o'rtacha 50 ming so'mga oshgan bo'lishi mumkin. Demak, u endi 1 million 350 ming so'm pensiya olishi kerak. Lekin u bu haqda bexabar bo'lishi mumkin va o'z hisob varag'ini tekshirishi lozim. 4-chi. Pensiyaga chiqish uchun zarur bo'lgan mehnat stajini hisoblash tartibi ham bir qadar soddalashtirildi. Ba'zi imtiyozli stajlar, masalan, farzand parvarishlash davri yoki ayrim kasblardagi mehnat faoliyati avtomatik ravishda inobatga olinadi. Ilgari bunday imtiyozlarni olish uchun pensioner alohida hujjatlar to'plab, har bir holatni isbotlashi kerak edi. Endi esa agar tegishli ma'lumotlar elektron bazada mavjud bo'lsa, bu jarayon sezilarli darajada soddalashadi. Masalan, 4-chi, 78 yoshli Nodira opa 3 farzandning onasi. Uning umumiy mehnat staji 20 yilni tashkil etadi. Har bir farzandi uchun qonun bo'yicha 3 yildan jami 9 yil staj qo'shiladi. Avvalgi tizimda u har bir farzandining tug'ilganlik haqidagi guvohnomasini o'zi ishlamaganini tasdiqlovchi hujjatlarni yig'ib pensiya jamg'armasiga taqdim etish kerak edi. Endi esa agar uning oilaviy ma'lumotlari jumladan farzandlarining tug'ilganlik holati fadagi, fuqarolik holati dalolatnomalarini yozish tizimi orqali pensiya jamg'armasi bazasida aks etgan bo'lsa, bu qo'shimcha staj avtomatik tarzda hisobga olinishi mumkin. Bu uning umumiy stajini 29 yilga yetkazib, unga belgilangan yoshdan ancha oldin pensiyaga chiqish imkoniyatini berishi mumkin. Nodira opaning pensiya yoshi kelganida u o'z pensiya miqdorini ushbu yangi tartib bo'yicha hisoblatib olish kerak. Agar u bu imtiyozdan bexabar bo'lsa, juda katta imkoniyatni qo'ldan boy berishi mumkin. Istisnolar, to'siqlar va nuanslar har qanday tizimda bo'lgani kabi pensiya tizimidagi yangiliklarda ham ba'zi istisnolar, e'tibor berilishi kerak bo'lgan to'siqlar va noaniq jihatlar mavjud. Birinchidan, eski kogos hujjatlar bilan bog'liq muammolar. Hamma ma'lumotlar ham birdaniga raqamli bazaga kiritilmagan. Agar sizning mehnat stajingizning bir qismi juda eski, masalan, 1990 yillardan oldingi davrlarga tegishli bo'lsa va bu ma'lumotlar elektron bazada aks etmagan bo'lsa, pensiya jamg'armasi sizdan tegishli hujjatlarni, masalan, asl mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomalari talab qilishi mumkin. Bu holatda siz xotirjam bo'lishingiz shart emas. Chunki sizning pensiya miqdoringiz avtomatik tarzda oshmasligi mumkin. Siz o'zingiz faol ko'rsatishingiz kerak bo'ladi. Masalan, 65 yoshli Sharofat buvi 1970-1960 yillarda kolxozda ishlagan, lekin uning mehnat daftarchasida barcha ma'lumotlar aniq emas yoki ba'zi davrlar uchun yozuvlar yo'q. Yangi tizim bu ma'lumotlarni avtomatik aniqlay olmaydi. Agar Sharofat buvi o'z stajini to'liq hisoblatmoqchi bo'lsa, u arxivlardan
ma'lumotnoma topishi, kolxoz rahbariyatidan tasdiqlovchi hujjat olishi yoki sudga murojaat qilishi kerak bo'ladi. Aks holda uning pensiyasi hali ham kamroq hisoblanaveradi. Ikkinchidan, avtomatlashtirishning cheklanganligi. Garchi ko'plab jarayonlar avtomatlashtirilgan bo'lsa-da, barcha holatlar ham tizim tomonidan avtomatik ravishda qayta hisoblanmaydi. Ba'zi maxsus imtiyozlar, masalan, yadroviy sinovlar zonalarida yashaganlik uchun yoki harbiy harakatlarda qatnashganlik uchun beriladigan qo'shimcha to'lovlar uchun tegishli ma'lumotnoma yoki guvohnomalarni shaxsan taqdim etish talab qilinishi mumkin. Tizim ba'zi noyob holatlarni aniqlashga qodir bo'lmasligi mumkin. Masalan, 9 yoshli Qodir aka Afg'onistondagi janglarda qatnashganligi uchun maxsus imtiyozlarga ega. Uning harbiy biletida bu ma'lumotlar mavjud. Ammo pensiya jamg'armasining elektron bazasida bu ma'lumotlar barcha tafsilotlari bilan aks etmagan bo'lishi mumkin. Qodir aka o'ziga tegishli qo'shimcha to'lovlarni olish uchun harbiy guvohnomasini va boshqa tasdiqlovchi hujjatlarni pensiya jamg'armasiga shaxsan taqdim etish kerak. Aks holda uning pensiyasiga bu imtiyozlar qo'shilmasdan hisoblanishi ehtimoli yuqori. Uchinchidan, ma'lumotlarni yangilashga e'tibor. Oilaviy holatingiz o'zgarishi, masalan, turmush o'rtog'ining vafoti, yashash manzilingiz o'zgarishi yoki boshqa muhim shaxsiy ma'lumotlaringizdagi o'zgarishlar pensiya jamg'armasiga o'z vaqtida yetkazilishi shart. Garchi ba'zi ma'lumotlar tizimlararo almashinuv orqali yangilansa-da, barcha ma'lumotlar ham avtomatik tarzda yangilanavermaydi. Masalan, agar sizning bog'lanish uchun telefon raqamingiz o'zgarsa, pensiya jamg'armasi siz bilan bog'lana olmasligi mumkin. To'rtinchidan, hujjatlardagi noto'g'ri ma'lumotlar. Ba'zan sizning tug'ilgan yilingiz, familiyangiz yoki ismingiz yozuvlarida kichik xatolar bo'lishi mumkin. Masalan, pasportingizda Aliyev deb yozilgan bo'lsa, mehnat daftaringizda Aliyev deb yozilgan bo'lishi mumkin. Bunday kichik tafovutlar ham tizim tomonidan identifikatsiya qilishda muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Bunday holatlarda siz o'zingiz tegishli tashkilotlarga murojaat qilib, ma'lumotlarni to'g'rilashingiz kerak bo'ladi. Aks holda tizim sizning ma'lumotlaringizni to'liq bog'lay olmasligi va pensiyangizni noto'g'ri hisoblashi mumkin. Amalda bu shuni anglatadiki, sizning pensiya to'lovlariga ta'sir qiluvchi har qanday o'zgarishlar yuzasidan xabardor bo'lish va kerak bo'lsa, mustaqil ravishda harakat qilish juda muhimdir. Tizim siz uchun ko'p ishlarni qilsa-da, bu sizning mas'uliyatingizni to'liq olib tashlamaydi. Practical advice. Siz nima qilishingiz kerak? Endi esa eng muhim qismga o'tamiz, amaliy tavsiyalar. Agar siz o'z pensiya to'lovlaringizni tekshirishni va yangi o'zgarishlardan to'liq foydalanishni istasangiz, quyidagi qadamlarni bajarishingiz kerak. Birinchi qadam, pensiya to'lovlaringizni tekshiring. Bu birinchi va eng muhim qadam. Siz buni bir necha yo'l bilan amalga oshirishingiz mumkin. Onlayn tekshirish. Hozirgi kunda davlat xizmatlari markazlarining yagona portali myPOKOKUP.uz orqali siz o'zingizning pensiya ma'lumotlaringizni tekshirishingiz mumkin. Bu portalda ro'yxatdan o'tgan bo'lsangiz, shaxsiy komitingiz orqali pensiya miqdori, to'lovlar tarixi va hatto hisoblash tartibi haqida ma'lumot olishingiz mumkin. Bu eng qulay va tezkor usul. Elektron raqamli imzo eri bilan kirish imkoniyati ham mavjud. Agar eringiz bo'lmasa, birinchi navbatda davlat xizmatlari markaziga murojaat qilib, olishingizni tavsiya qilaman. Bu kelajakda ko'plab davlat xizmatlaridan foydalanishda sizga yordam beradi. Bank orqali tekshirish. Pensiya to'lovlarini oladigan Xalq banki filialiga murojaat qiling. Ularning mutaxassislari sizga pensiya hisob varag'ingizdagi to'lovlar haqida ma'lumot berishi mumkin. Ba'zi banklarda mobil ilovalar orqali to'lovlar tarixi ko'rsatilishi mumkin. Bu ham juda qulay. Pensiya jamg'armasiga murojaat qilish. Siz yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga shaxsan borishingiz mumkin. Bu yerda sizga eng to'liq va aniq ma'lumotlar beriladi. Pensiya jamg'armasi xodimi sizning shaxsiy ishingizni ko'rib chiqib, barcha o'zgarishlar va hisoblashlar haqida batafsil tushuntirish berishi shart. Ikkinchi qadam, qaysi hujjatlar kerak bo'lishini bilib oling. Agar sizda pensiyangizning noto'g'ri hisoblanganligiga shubha tug'ilsa yoki qo'shimcha imtiyozlar olishga haqli ekanligingizni his qilsangiz, ba'zi hujjatlarni tayyorlab qo'yishingiz kerak bo'ladi. Bularga quyidagilar kiradi. Pasportingiz, asl nusxasi va nusxasi, pensiya guvohnomasi, mehnat daftarchangiz, asl nusxasi va nusxasi, ayniqsa eski yozuvlari bo'lsa, turmush o'rtog'ingizning o'limi haqidagi guvohnoma, agar boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi olsangiz,
tug'ilganlik haqidagi guvohnomalar agar farzand parvarishi uchun staj imtiyozi talab qilinsa, nogironlik haqidagi ma'lumotnoma, tibbiy mehnat ekspert komissiyasi, TMEK xulosasi, harbiy bilet, harbiy xizmat davri va harbiy harakatlarda qatnashganlikni tasdiqlash uchun o'zgarishlarni tasdiqlovchi boshqa hujjatlar, masalan, arxiv ma'lumotnomalari, sud qarorlari. 3-qadam, pensiya jamg'armasiga rasmiy murojaat qiling. Agar siz o'zgarishlar natijasida pensiyangiz ko'payishi kerak deb hisoblasangiz, ammo bu hali amalga oshirilmagan bo'lsa, pensiya jamg'armasiga yozma ravishda ariza bilan murojaat qiling. Arizangizda o'zgarishlarni aniq bayon eting. Masalan, mening mehnat stajim qayta hisoblanishi kerak. Chunki 1990-1995 yillarda ishlagan davrim hisobga olinmagan yoki mening nogironlik guruhim o'zgargani sababli pensiyam qayta ko'rib chiqilsin. Murojaatda barcha tegishli hujjatlarning nusxalarini ilova qiling. Arizaning bir nusxasini o'zingizda saqlab qoling va qabul qilganlik haqida belgi qo'yishlarini so'rang. Bu kelajakda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolarning oldini oladi. 4-qadam, murojaatingizga javob kutish muddati. Odatda pensiya jamg'armasi sizning arizangizni 15 kun ichida ko'rib chiqishi va yozma javob berishi kerak. Agar qo'shimcha o'rganish talab qilinsa, bu muddat bir oygacha uzaytirilishi mumkin. Agar javob sizni qoniqtirmasa yoki muddati o'tib ketsa, siz yuqori turuvchi organlarga, masalan, Moliya vazirligi huzuridagi pensiya jamg'armasi respublika boshqarmasiga yoki sudga murojaat qilish huquqiga egasiz. 5-qadam. Mobil aloqa va elektron pochtani tekshiring. Ba'zi o'zgarishlar va ma'lumotlar pensiyaga SMS xabarnoma yoki elektron pochta orqali yuborilishi mumkin. Shuning uchun telefon raqamingiz va elektron pochtangizning pensiya jamg'armasi bazasida to'g'ri qayd etilganiga ishonch hosil qiling. 6-qadam, mahalla faollaridan yordam so'rang. Agar sizda yuqoridagi jarayonlarni bajarishda qiyinchiliklar tug'ilsa, mahallangizdagi ijtimoiy xodimlar, mahalla faollari yoki ko'ngilli yordamchilardan yordam so'rashingiz mumkin. Ular sizga hujjatlarni tayyorlashda yoki tegishli joylarga murojaat qilishda ko'mak berishlari mumkin. Aziz do'stlar, bugungi videoda men sizlarga pensiya tizimida yuz bergan eng muhim o'zgarishlar haqida batafsil ma'lumot berishga harakat qildim. Esingizda bo'lsin, bu o'zgarishlar sizning moddiy ahvolingizni yaxshilashga qaratilgan va siz o'z huquqlaringizni bilishingiz va ulardan foydalanishingiz kerak. O'z to'lovlaringizni muntazam tekshirib turing. Savollar tug'ilsa, yuqorida aytilganidek tegishli organlarga murojaat qilishdan tortinmang. Faol bo'ling va o'zingizga tegishli bo'lgan har bir so'mni olishga harakat qiling. Umid qilamanki, bu video siz uchun foydali bo'ldi. Sizning fikringiz biz uchun juda muhim. Iltimos, izohlarda ushbu o'zgarishlar haqida nima deb o'ylashingizni, sizda qanday savollar borligini yozib qoldiring. Agar sizda ham shu kabi holatlar bo'lgan bo'lsa, tajribangiz bilan bo'lishing. Ushbu videoga like bosishni unutmang va kanalimizga obuna bo'ling, toki biz keyingi muhim ma'lumotlarni ham birgalikda muhokama qilishimiz mumkin bo'lsin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, keyingi videolarda ko'rishguncha